mana shu telefon degan balo chiqqan. Bu baloni ichida hamma narsa bor. Ijtimoiy tarmoqdan tortib boshqalargacha. Bu narsaga rosa harakat qilamiz hammamiz, lekin shundan uzdirib kitobga o'qittirish uchun qamab qo'yish kerakmikin deb ham o'ylab qoldim haligi gapingizdan keyin. Yo'q, men har xil metodikalarni qiziqib yuraman-da. Qarang. Ko'p xonadonlarda bizda kitob yo'q-ku. Ko'p xonadonlarda kitob yo'q. Men eshitib yuraman, surishtirib, nima bo'lyapti deb qo'yib. Bizlar xonadonimizda juda ko'p kitob bo'lardi. Erkin Bozorov o'zlari ko'chagida aytdilar. Uyimizda eslayman, mana uyimizda ko'p kitob bo'lardi, ozgina yertardim. Uyimizda portret bo'lardi. Keyin asta qiziqib kirib qoldim. Endi tasavvur qiling, xonadonimizda kitob yo'qdi. Mayli bolalarimiz yersin, ustilariga chizsin. Ko'p odamlarni eshitganman, uyimizda ko'p kitob turaverardi. Keyin bittasini olib sekin qiziqib o'qib ko'rdim, boshqalar o'qib ko'rdim. 10 ta kitob o'qib chiqsin. Jahon adabiyotlarini zo'rlarini o'qib chiqsin. Yoshlarga birinchi qiziq kitoblar berishimiz kerak. Masalan, Robinzon Kruzo, Приключения Марка Твена. Juda kuchli kitoblar. Ular bolalarni juda qiziqib o'qitib yuboradi. Masalan, Sariq temir minib, bolalarga qiziqroq kitoblar. Keyin yana eshitib olinglar. Agar o'zingizlar kitob o'qimasanglar, bolalaringlarni otib tashlasanglar ham o'qimaydi.